Ijod insonning eng katta boyligidir. Uni himoya qilish insonni himoya qilish demakdir degan edi mashhur yozuvchilardan biri. Ilk mualliflik huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonun 1474-yil Venetsiyada qabul qilingan bo'lib, tarixiy manbalarda aytilishiga ko'ra, o'sha davrlarda yashab ijod etgan buyuk rassom Leonardo da Vinci hayoti mobaynida o'z asarlarini himoya qilish maqsadida biron marotaba mazkur qonunlarga murojaat qilmagan ekan. Biroq ishonchim komilki, agar da Vinci bizning davrimizda yashab o'tganida, albatta o'z mualliflik huquqlarini himoya qilib murojaat qilgan bo'lar edi. O'ylab ko'ring, agar mualliflik huquqi himoya qilinmaganida milliy adabiyotimiz va madaniyatimiz shedevrlari sanalgan, bolaligimizni eslatuvchi, hazil va xazinani jonli qilib tasvirlangan Shumbola, kulgi orqali jamiyatdagi stereotiplar, ayollar mavqei va adolat haqida so'z yuritgan Kelinlar qo'zg'oloni, oddiy hayot ichida chuqur ma'noni ochgan Mahallada duv-duv gap kabi asarlar, Kumushi Zaynablarimiz, Otabek Anvarlarimiz ehtimol hech qachon tug'ilmas edi. Bu asarlarni kimdir o'ziniki qilib olsa, ularni tijoratga aylantirsa yoki cheksiz nusxalar ichida asar ruhini yo'qotsa, bu nafaqat asarlarning, balki butun millat xotirasi va ma'naviyatining yo'qolishi bo'lar edi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tashabbusi bilan mamlakatimizda ilk bora oktyabr oyi san'at va ijod himoyasi oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu tashabbus mualliflik huquqiga nisbatan hurmat hissini yuksaltirish, ijod ahli faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek sohaga oid huquqiy madaniyatni keng jamoatchilik orasida targ'ib qilishga qaratilgan. Oy davomida Adliya vazirligi tomonidan yozuvchi, shoir, san'atkor va ijod ahli ishtirokida davra suhbatlari va qiziqarli podkastlar, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan brifing va seminarlar, oliy ta'lim muassasalarida plagiatga qarshi kurashish shiori ostida master-klasslar va boshqa huquqiy targ'ibot choralari tashkil etilishi belgilangan. Unutmang, mualliflik huquqini himoya qilish bu faqatgina huquqiy jarayon emas, bu milliy merosni, milliy g'ururni va kelajak avlod uchun haqiqatni saqlashdir. Keling, siz ham huquqiy karvonimizga qo'shiling. Ijodga hurmat qonunlarga sodiqlikdan boshlanadi. Mualliflik huquqini himoya qilish oyligi barchamizga ilhom, mas'uliyat va yangiliklarni olib kelsin.